haydovchilarga kompensatsiya to'lashni boshladi. Erkaklik quvvati pasayishi va prostata muammolari hayotingizni qiyinlashtiryaptimi? Tez-tez hojatga chiqish, og'riqlar va jinsiy zaiflik tufayli o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotyapsizmi? Bu muammolarga e'tiborsiz bo'lmang. Vulkan mahsuloti erkaklar sog'lig'ini tiklash, prostata shamollanishini davolash va jinsiy quvvatni maksimal darajada oshirish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Tabiiy va kuchli tarkibga ega vulkan bilan o'z kuchingizni va baxtli hayotingizni tez muddatda qaytaring. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Kanalimiz nomidan chiqsangiz sizga qaynoq chegirmalar mavjud. Уважаемые товарищи, наша общая задача остается прежней. Мы должны обеспечить безусловное выполнение всех целей, достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции. Давайте начнем эту работу. Putin fikridan qaytdi. Ukrainani egallash davom etadi. Rossiya bosib olingan hududlarning bir qismini urushni to'xtatish bo'yicha ehtimoliy kelishuv doirasida Ukrainaga qaytarish fikridan qaytdi. Bu haqda Kremldagi manbalarga tayanib Bloomberg xabar berdi. Manbalarga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin hali ham Donbass ustidan to'liq nazorat o'rnatishdi. Sumy va Xarkov viloyatlarining bosib olingan chegaradosh qismlarini Rossiyada qoldirib, ularni bufer zonaga aylantirishni niyat qilmoqda. Putin 2025-yil avgust oyida Ankorejda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashganda Kreml ushbu sammitda erishilgan norasmiy kelishuvlar barbod bo'lgan deb hisoblamoqda. Shu sababli har qanday hududiy yon berishlardan voz kechgan. Kreml rasmiylari Putin va Tramp o'rtasidagi Ankorej ruhi deb nomlangan kelishuv doirasida muayyan majburiyatlar bo'lganini ta'kidlamoqda. Ushbu kelishuv Sumy va Xarkov viloyatlarining bosib olingan hududlarini Ukrainaga qaytarish evaziga Sharqiy Donetsk viloyatini olishni nazarda tutgan. Endilikda Rossiya Donetsk viloyatini to'liq egallab olgandan so'ng muzokaralarga qaytmoqchi. Rossiya Mudofaa vazirligi prezidentni 2026-yil oxirigacha bunga erisha olishlariga ishontirgan. Mudofaa vazirligiga yaqin Bloomberg suhbatdoshining aytishicha, ko'plab rossiyalik harbiylar buni haqiqatdan yiroq deb hisoblaydi. Ular Donbassni faqat 2027-yil davomida to'liq nazorat ostiga olish mumkinligini aytgan. Kremlning o'z pozitsiyasini o'zgartirishga Ukrainaning hujumlari kuchaygani va AQShning ehtimoliy sanksiyalari ham ta'sir qilgan. Jumladan Ukraina Moskvaga va neftni qayta ishlash zavodlariga zarbalar ko'lamini oshirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp esa senator Lindsey Graham tashabbusi bilan kiritilgan yangi sanksiyalar to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlamoqda. Mazkur hujjatda Rossiya gazi va neftini sotib oluvchi davlatlarga 100% sanksiya qo'llash ham nazarda tutilgan. Rossiya neftining 5 ta eng yirik xaridori Xitoy, Hindiston, Slovakiya, Vengriya va Ozarbayjon hisoblanadi. Rossiya tabiiy gazining eng yirik xaridorlari esa Xitoy, Fransiya, Yaponiya, Vengriya va Belgiyadir. AQSh davlat kotibi Marko Rubio 25-iyun kuni jurnalistlarga urushni tugatish bo'yicha Alyaskada taklif bo'lgani, ammo kelishuv bo'lmaganini aytganda, agar kelishuv bo'lganida biz urushni tugatgan bo'lardik degan edi u. Ertasi kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z bayonotida Putin Alyaskada Trampning maxsus vakili Steve Uitkov ilgari Moskvaga olib kelgan takliflarga javob berganini ta'kidladi. Agar AQSh ushbu inqirozni hal etish bo'yicha o'z takliflarini ilgari surgan bo'lsa va boshqa tomon bu takliflarga rozilik bildirsa, u holda hech qanday kelishuvga erishilmaganini aytish, yumshoq qilib aytganda, biroz noo'rin ko'rinadi degan edi Lavrov. Agar neftni biz sotmasak, hech kim sotmaydi. Eron AQShni ogohlantirdi. Eron agar neft sotish imkoniyatiga ega bo'lmasa, mintaqadagi boshqa mamlakatlarga ham neft sotishga yo'l qo'ymasligidan ogohlantirdi. Bu haqda Eron parlament spikeri Muhammad Bog'ir G'olibov ma'lum qildi. Biz neft sotmaydigan mintaqada hech kim neft sotmaydi. Agar bizning xavfsizligimiz ta'minlanmasa, hech bir infratuzilma obyekti xavfsiz qolmaydi, deb yozdi G'olibov o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. U mintaqada xavfsizlikni ta'minlash faqat AQSh harbiy kuchlari bo'lmagan taqdirdagina amalga oshishini aytdi. Shuningdek, bu yaqin Sharqdagi mojaroni hal qilishda asosiy shart ekanini ta'kidladi. Ushbu mojaroning tenglamasi yo hamma yo hech kim qoidasiga borib taqaladi, deya xulosa qildi Eron parlament spikeri. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi esa mamlakatga qarshi har qanday tajovuz, jumladan uning infratuzilmasiga hujumga qat'iy va kuchli javob qaytarilishini aytdi. U shu tariqa AQSh prezidenti Donald Trampning tahdidli bayonotlariga munosabat bildirdi.
Bizning mudofaa doktrinamiz juda aniq. Qilmishga yarasha javob. Eronga qarshi har qanday tajovuz, jumladan infratuzilmamizga qilingan hujumlar qat'iy, kuchli va hal qiluvchi javobga duch keladi, dedi u. U AQSh ittifoqchilarini Eronga qarshi qaratilgan har qanday ehtimoliy tajovuzda ishtirok etmaslikdan ogohlantirdi. Bunday tajovuzda qandaydir shaklda ishtirok etadigan yoki uni qo'llab-quvvatlaydigan har qanday tomon qonuniy nishon sifatida ko'riladi, dedi diplomat. Tramp Hormuz bo'g'ozida hujumga uchragan har bir kemaga javoban Eronning bittadan ko'prigi yoki elektr stansiyasi yo'q qilinishini aytganda, javob tariqasida Eron butun mintaqadagi infratuzilma va energetika obyektlarga zarba berilishdan ogohlantirdi. Bloomberg nashrining yozishicha, Eron Hormuz bo'g'ozi orqali neft yetkazib berish hajmini urush boshlangandan buyon eng yuqori darajaga yetkazgan. Bu Tehron va Washingtonning kelishuvga erishishga urinayotgani fonida amalga oshmoqda. Wildberries Ukrainaning dron hujumlaridan zarar ko'rgan kichik biznes subyektlariga kompensatsiya to'lashni boshladi. O'rta va yirik sotuvchilar uchun esa alohida choralar tayyorlanmoqda. Bu haqda Wildberries kompaniyasi bosh direktori Tatyana Kim ma'lum qildi. Tadbirkorlarimizning eng kichik va eng himoyasiz qatlamlari, ya'ni tovarlari elektrostaldagi omborda joylashtirilgan qariyb 88 ming kishi bugun moliyaviy qo'llab-quvvatlashning ilk choralarini qabul qilib oladi yoki ularning o'z balanslarida aks etganini ko'radi, dedi Kim 22-iyul kungi matbuot anjumanida. O'rta va yirik sotuvchilar uchun esa kompensatsiya choralari ishlab chiqilmoqda. Bu mexanizmda sotuvchilar to'lovlarni xuddi tovarlari ombordan sotilgandek oladi. Xuddi tovarlar omborlarda bo'lgan tezlikda, o'sha narxlarda, o'sha chegirmalar bilan sotilgani kabi, deya aniqlik kiritdi Kim. U Wildberries ofertasida kompaniyani hujumlar hamda dronlar xatarlari bilan bog'liq yo'qotishlar uchun javobgarlikdan ozod etuvchi band borligini aytdi. Ofertaning yangi tahriri 2026-yil 7-iyul kuni birinchi hujumdan 11 kun oldin kuchga kirgan. Shunga qaramay Kim kompaniya sotuvchilarni tashlab qo'ymasligini aytdi. Dron hujumlarining birinchi to'lqini 2026-yil 18-iyulga o'tar kechasi sodir bo'ldi. Dronlar